Assalomu alaykum akalar. Xudo ertalabda Mercedes mashinasi ham qoldi. Hop bu mashinani motorlar charchab qolgan ekan, o'sha yog' oqib, ertalab soat urishlari qiyin bo'lib qolgan ekan. Akadi shunga boshqa yangi motor bosib berildi. Ha bo'ldi akadi, motorlar ham o'zimizda bor. Nalechida xudo xolasa motorlar bosib, bir yangi motorlar zavod qilib videolarni ham qo'yamiz. Mana Mercedes mashinamizda motorlar tushirib oldi. O'sha charchagan ekan. Hamma joydan suv qo'yib, yog' oqib. Xudo xolasa bu akamizga yangi motorlarni bosib beramiz, chiroyli qilib. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol chiqarasizlar.